Jigarni davolaymiz. Oshqozon ichak tizimini davolaymiz. Chunki ichaklarida muammo bor, disbakteriozi bor, griboki bor, bakteriyalar miqdori o'zgarib ketgan, ichaklarda yallig'lanish bor ozgina. Buni davolaymiz. Bu gijjani hisobigadir. Lambila bor. Lambila lekin gijja emas. Hamma lambila bor ekan, lambila yuqtirib olsa, lambila yuqtirib olinmaydi. Lambila hammani organizmida bo'ladi. 80-90% hamma organizmida bo'ladi. U sodda hayvon hisoblanadi. Bizga pishvarilishga yordam beradi qaysidir ma'noda. Lekin o'tqopida bilanda disbakterioz bo'ldi, ichaklarda muhit o'zgarsa, u ham ko'payib ketadi. Ko'payib ketganning hisobiga xalaqit berishni boshlaydi haqiqatda. Protokolaga tiqilishni boshlaydi. Oshqozon ichak tizimiga nimaga tiqilish bo'ladi. Bolalarda bu narsa ko'pincha namoyon bo'ladi. Kindiy atrofida og'riq bo'ladi, ko'ngli ayniydi, sal narsaga ichi qotadi, ichi ketib qoladi. Mana shunaqa narsalar bo'ladi. Ovqat yaxshi hazm bo'lmaydi. O'shaning hisobiga mikroelement, vitaminlar yetishmovchiligi boshlanishi mumkin. Shuning uchun o'sha paytda bolalarda bu narsa davolanishi mumkin. Lekin lambilaning hisobiga neosettina kelib chiqmaydi. Lambilaning hisobiga. Lekin baribir lecheniya qilinayotganda neosettina birinchi qilinadigan ish lambilani kupirovich qilish kerak, evakuatsiya qilish kerak. Uni o'ldirib olib, tugatib, yo'qotib bo'lmaydi. Axlatda chiqsa davolanadi, bo'lmasa davolanmaydi. Endi bolada simptomlari bo'lsa, lekin shunga qarab ham ish qilinadi ba'zida, masalan, chiqmasin. To'g'ri usul axlatdan tekshirish. Mana shunaqa narsa. Напрямую tekshiradi, ko'zi bilan mikroskopda ko'radi, hammani lambila turibdi, lambila deb yozib beradi. Qonda belgilarini ko'rasiz. Qonda lambilaga javob berayotgan qondagi hujayra undan tashqari yana boshqa narsalarga ham javob beradi. Ложный показания berishi mumkin. Ehtimolligi yuqoriroq ложный показания berishi. Nimaga nisbatan? Axlatga nisbatan. Axlatda primoy ko'rib turgan narsa edi. Shunaqa narsa. Shuning uchun birinchi shuni davolab olamiz, bir vaqt ajratasiz. Holini olib tashlaymiz neosettinada. O'rtadagi holni olib tashlay olmasak, bitishi yo yo'qlashi qiyin bo'ladi, aytdim-ku. 3 ta bo'lsa, har biridan olib tashlashimiz kerak. Olib tashlash muammo bo'lmaydi. Menga muammo bo'lmaydi sizga. Men hol olish bilan shug'ullanaman. Men nima deyotganim bilmayman. Xo'pmi? Xavotir olmang. Ba'zida o'zini nimalar turlari bor-da, vitiligar. Vitiligarning turlari bor. Shunga qarab turib quyoshda yopiladigan turlari bor. O'shanda u ham zo'r natija beradi. Quyoshda nabarot kengayadigan turlari ham bor-da uni. Kengayadigan turlarda u ham to'g'ri kelmaydi.